Fasadiylar uchun noodatiy mahsulot azizlar, bir qarashda muzga o'xshaydi, lekin bu oynalardan qilingan oblisovka hisoblanadi. Faqat sizlardan iltimosimiz videoga like bosib qo'yinglar. Sizlarga to'g'ridan-to'g'ri zavodidan topib qo'ydik. Hali ham like bosmadingizmi? Yurak-shani qizartirib qo'ying jigar, biz boshladik. Devor uchun noodatiy uslub akalar, bu shisha bo'ladi. Shishadan shunaqangi g'ishtlar yasab qo'yishdi. Bu bir-biriga kirishadigan. Bu yerda endi boshqacha turdagilari ham bor. Misol uchun ranglilarini xohlaganlar uchun ranglilarini, misol qaranglar, xuddiki muzga o'xshab turadi, lekin bu g'isht buni bir-biriga maxsus o'zini yopishtiradigan narsasi bor, yopishtirib dekoratsiya qilib qo'ysanglar bo'ladi. Eng arzoni qaranglar, $8 atroflaridan boshlanar ekan. Aynan mana shunisi $25 bir kvadrat chiqar ekan. Bir donasi adashmasam $1 dedi. Demak, bundan 25 donasi 1 kvadrat bo'lar ekan. Buni boshqacha ko'rinishlari ham bor. Xullas, akalar, o'zimizga olib ketib sotsanglar bo'ladi. Bu yerda WeChatlarini yozib qoldiraman. Mana WeChat'i, WhatsApp'i skaner qilib gaplashsanglar bo'ladi. Orqa tomonida telefon raqamlari bor. Biz Xitoy Kanton Fair ko'rgazmasidamiz. Bu yerda har xil mahsulotlarni aynan mana shu soha bo'yicha olib kelsanglar bo'ladi.